Elektron xizmatlar nima? Internet orqali asosan avtomatlashtirilgan tarzda inson aralashuvisiz ko'rsatiladigan xizmatlar elektron xizmatlar deyiladi. Qaysi xizmatlar elektron xizmatlar hisoblanadi? Onlayn reklama, mobil ilovalar, obuna asosidagi kontent, bulutli texnologiyalar, onlayn platformalar orqali ko'rsatiladigan xizmatlar elektron xizmatlar hisoblanadi. Elektron shaklda xizmat ko'rsatuvchi xorijiy kompaniya deganda nima tushuniladi? O'zbekistonda ro'yxatdan o'tmagan, lekin mahalliy foydalanuvchilarga elektron xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar xorijiy kompaniyalar deyiladi. Nima uchun xorijiy elektron xizmatlar soliqqa tortiladi? Mahalliy va xorijiy biznes uchun teng raqobat sharoitini yaratish va budjet tushumlarini ta'minlash uchun. Elektron shakldagi xizmatlar uchun qaysi soliq qo'llaniladi? Qo'shilgan qiymat solig'i. Elektron xizmatlar bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ini kim to'laydi? Elektron xizmatlarni ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalarning o'zlari. Elektron xizmatlar uchun qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi qancha? Elektron shaklda xizmatlar ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar uchun qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 12%. Xorijiy kompaniya O'zbekistonda ro'yxatdan o'tishi shartmi? Ha, masofadan turib soddalashtirilgan tartibda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tadi. Elektron shaklida xizmat qaysi holatda O'zbekistonda ko'rsatilgan deb hisoblanadi? Agar xizmatlarning xaridori O'zbekistonda bo'lsa, bunga misol qilib qurilmaning IP adresi, telefon raqam kodi, yashash manzili O'zbekiston bo'lsa hamda to'lov uchun to'lanayotgan bank kartasi O'zbekistonda joylashgan banklar tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lsa. Xorijiy kompaniyalar tomonidan elektron shakldagi xizmatlar jismoniy shaxslarga ko'rsatilganda ham qo'shilgan qiymat solig'i qo'llaniladimi? Ha, xorijiy kompaniyalar tomonidan jismoniy shaxslarga elektron shaklda xizmatlar ko'rsatilganda qo'shilgan qiymat solig'i qo'llaniladi. Xalqaro tajribada bunday xizmatlar jismoniy shaxslarga ko'rsatilganda B2C, ya'ni business to customer tranzaksiyalari misol bo'la oladi.